Marta tayyormi? Marta. Tak, qadrli futbol ishqibozlari, hammaga assalomu alaykum. Tak, eslatib o'tamiz, bugun Payariq Oltin ligasida Kalelin va Shaha Vines komandalari to'p surmoqda va bu yerda tanishtirsak, sariq naktikada Shaha Vines komandasi va ko'k naktikada esa Kalelin jamoasi to'p surmoqda, qadrli futbol ishqibozlari. Hozircha esa hozirgina ko'z o'ngingizda birinchi taym start oldi va bu 3-o'yinimiz. Bu yerda hozircha 0-0 hisobida o'yin boshlanmoqda. Ajoyib tempda Kalelin jamoasi to'p surmoqda do'stlar. Uverenniy o'ziga juda chiroyli harakatlari bilan hozircha bizni lol qoldirmoqda, qadrli futbol ishqibozlari. Qarang. Hozir esa Oxunjon Sadiyev nimagadir tushmagan, u esa hozircha zaminada o'tiribdi. Kim tariga bo'lsa, mana bu bizning qismimiz. Va hozirda esa shtrafnoy bo'lmoqda. Va ko'ramiz do'stlar, hozircha yaxshi o'yin. Fejadan udar ajoyib, lekin afsus ximi. To'pga qaraymiz. To'pga boshqasini berish kerak. To'pgadan solish kerak-da. Ozgina dam ketgan. Tak, hozircha esa 0-0 hisobini qayd etmoqda. Himoyabonlardan ajoyib bir himoya ko'rdik hozirgina ko'z o'ngingizda. Do'stlar, ajoyib o'yin. Hozircha 0-0. Jamshidning chiroyli harakatlarini hozir ko'rmoqdamiz. Aldab o'tmoqda ikki kishini. Tak, Rabumdan ajoyib pas. Ahror. Do'stlar, siz guvoh bo'lgandek, Ahror hozircha 3-daqiqada o'z hisobiga birinchi golni yozib qo'ymoqda. Ajoyib gol. Oyoq ustida tepilgan golni ko'rdingiz do'stlar, ajoyib. Va Nizomatdan ajoyib udar. Afsus, blok qo'ygan Ahror esa varatarga to'p borishini xohlamadi va hozircha 1-0 hisobida Kalelin jamoasi oldinga hisobni oshirdi do'stlar. Ko'ramiz. Birinchi taym hozircha juda Jamshiddan ajoyib. Vau! Qanday ajoyib. Da shtrafnoy udar hozircha Nizomatni to'xtatdi Jamshid, ajoyib. Juda ajoyib do'stlar, ko'ramiz. Afsus, tepilgan to'p darvozaning ustunidan juda yuqori ketganini guvohi bo'ldik. Jamshiddan ajoyib do'stlar, ko'ramizmi? Da do'stlar. 2-0 do'stlar, 2-0 ajoyib Ahrordan juda chiroyli golni ko'rdik do'stlar va Jamshiddan uzatmasini ham sharhlab o'tsak mubolag'a bo'lmaydi, qadrli futbol ishqibozlari. Hozircha birinchi taym va 2-0 hisobda Kalelin jamoasi hisobiga dubl qayd etmoqda Ahrorjondan, juda ajoyib. Da Jamshiddan ko'ramizmi udar? Yo'q do'stlar, aldab o'tmoqda. Va Fedya, Jamshid, yana Fedya, afsus. Shaha Vines komandasi. Afsuski, yana Shaha Vines. Nizomatdan ko'ramizmi gol? Afsus, hozircha himoyabonlar juda ajoyib o'yin ko'rsatdi va liniyaga qaramasdan to'pni kiritgani uchun sudyalar tomonidan to'p maydonda ikkinchi raqib komandaga berilganini guvohi bo'ldik do'stlar. Nizomatdan ajoyib qabul qilish va udar. Afsus do'stlar, juda ajoyib tepilgan golni ko'rmoqchi edik, lekin to'p darvoza ustunidan ozgina miqdorda tepalikda o'tib ketganini guvohi bo'ldik. Mana do'stlar, yana to'p bilan Rabbim, afsuski Rabbim to'pni qabul qila olmaganini guvohi bo'lmoqdamiz. Ajoyib Fedya qo'ymayapti hozircha. Quvonchdan ajoyib pas. Ko'rganingizdek Jamshid o'tib ketmoqda.
Da, eslatib o'tamiz, hozirda bizda esa Xurshid Glavniy sudya va bakoylarimiz Sherzoddan haqqoniy olib borishlarini guvoh bo'lmoqdamiz hozircha do'stlar. Va Kalelin to'pga to'p bilan ajoyib. Qarab turibman aka. Bosib qo'yapti. Ajoyib. Ajoyib hozircha to'p maydonni tark etyapti do'stlar. Ko'ramiz. Afsuski to'p maydonni tark etishini tomosha qilgan quvonchdan ajoyib kuzatuvni ko'rdik do'stlar. Juda aqlli varatlarimiz ham ko'rdingiz. Ajoyib. Ajoyib. Ajoyib aytganimdek, shu siz ko'rgan quvonchdan ajoyib syomka do'stlar. Ajoyib tepilgan to'p, afsuski darvoza ustunidan ozgina xato. Lekin bosimni ko'rmoqdasiz. Shaxavayns komandasi hozircha bosimni hammasini qilmoqda do'stlar. Jamshiddan ajoyib bosh bilan berilgan zarba, afsuski maydonning ustunidan 1 metr balandlikda tark etmoqda. Da Fedya ajoyib bizni himoyabonimiz. Kak Husanov desak ham mubolag'a bo'lmasa kerak do'stlar. Ajoyib pas, ko'ramiz yana Rabbim. Rizamat. Da shtrafni hozircha Rizamatga nisbatan o'yin qoidasi buzilganiga guvohi bo'lmoqdamiz qadrli futbol ishqibozlari. Da hozircha 5 sanab bergan sudya. Tak, bor. To'xtab turing. Da do'stlar, hozircha sudyalarning sariq kartochkasini ham biz guvohiga aylandik. Hozircha esa 2-0 hisobida Kalelin jamoasi oldinga o'tib olganiga guvoh bo'ldik. Da do'stlar, ajoyib zarba Jamshidjondan. Afsus. Qanday liniya bo'lar? Siz tomoshabinsiz. Tak, hozir esa sudyalarning oldida to'pni aylanganiga guvoh bo'ldik va hozircha sudyalar to'xtatganiga esa noo'rin Xurshid Da do'stlar, ko'ramiz. Zo'r o'yin bo'lmoqda hozircha. Ikki komanda ham juda kuchli, juda ajoyib o'yin ko'rsatmoqda. Hozircha to'p bilan Rabbim, ko'ramizmi? Yana pas Ahrorga, Ahror bilan ajoyib. Uzatma esa noto'g'ri, ya'ni o'tmadi do'stlar. Yana bir ajoyib tepilgan zarba esa juda chiroyli chiqdi-yu, lekin noaniq. To'p bilan Rabbim va yana himoyachilar, Shaxavayns himoyachilari esa da do'stlar, Ahrordan uzatma, Jamshidjon yana to'p bilan do'stlar. Ikkitasini aldab tepgan zarba, afsuski Maratarning qo'liga tegib maydonni tark etdi. Da do'stlar, hozir esa burchak to'pini Shaxavayns komandasi boshlab bermoqda. Afsus, tepilgan to'p oyoqlarining uchiga tegmay qolganini guvohi bo'ldik do'stlar. Va
Kalelin jamoasi to'pni o'yinga tashlab berdi. Ahrordan ajoyib, lekin afsus. Shtrafnoy udar hozir esa himoyabonlar, Shaxabansk himoyabonlari esa to'pni tepganiga guvohi bo'lmoqdamiz. Do'stlar, hozircha 2-0 Kalelin jamoasi g'alabalikni bermayapti hozircha do'stlar. Ko'ramiz, Soxinjon Sadiyev esa hozir esa davrani qizish niyatida juda ajoyib o'yin ko'rsatmoqda. To'p bilan Jamshid ko'ramiz. To'p bilan afsus o'tmadi. Uzatma ko'ramiz ahvol. Yo'q, afsus. Soxinjon Sadiyev, Rizamat, Jamshid yaxshi o'ynadi. To'p outda. Soxinjon to'p bilan va himoyabonimiz Husanov 2. Yana Rizamat to'p bilan. Voy, ajoyib o'zini. Juda chiroyli, lekin afsus qarang. Oxunjon esa birchak ajoyib. Juda ajoyib do'stlar. To'p Oxunda, to'p Ahrorda. Voy, qanday ajoyib. Yo'q, afsus. Yana to'p bilan Rabbim. To'g'risini aytsam, bundan oldingi shtrafnoyni ko'rmay qoldim, lekin shtrafnoy edi. Afsus. Kechirasizlar degan umiddaman. Hozir esa G'azamatdan ajoyib udar ko'ramizmi? Gol ko'ramizmi degan savol. Yo'q do'stlar, to'p chiqarildi. Ajoyib do'stlar. Juda ajoyib o'yin ko'rsatmoqda hozircha ikki komanda ham, lekin afsuski hozircha Shaxabansk komandasi yutqazmoqda 2-0 hisobida. Ahror to'p bilan juda ajoyib pas. Juda ajoyib do'stlar. Ajoyib. Rabbimdan ajoyib gol ko'rmoqdamiz qadrli futbol ishqibozlari. Kalelin jamoasi, Rabbimjon, молодец. Omad tilaymiz do'stlar. Juda chiroyli gol ko'rdik do'stlar. Biz ham Jamshiddan berilgan zarba, afsuski noto'g'ri do'stlar. Olim. Rizamatdan ajoyib tepilgan zarba esa quvonchdan esa safni ko'rmoqdamiz do'stlar. Faqat esa buni kadr ortida men ko'rdim, sizga taqdim eta olmadim qadrli futbol ishqibozlari. Rizamatdan ajoyib gol va hisob ochilmoqda. 2-1 hisobda Rizamatdan ajoyib fintlarda golni chiroyliligini ko'rdingiz qadrli futbol ishqibozlari. Ana endi o'yinning shiddatli daqiqalari boshlanmoqda do'stlar va 2-1 hisobida hozircha Kalelin jamoasi oldinga chiqib olgan va hisobni ochgan Shaxabansk komandasi esa juda shiddatli energiya beryapti do'stlar va atmosfera esa bomba. Shunchaki bomba qadrli futbol ishqibozlari. Qarang, ajoyib o'yin. 3-1 hisobida hozircha esa Kalelin jamoasi oldinda do'stlar, ko'ramiz. Va ajoyib uzatma. Jamshidda to'p. Ajoyib bir kishini aldab o'tdi Oxunjon Sodiyevni va
O, qarang qanday ajoyib pas, ajoyib. Top darvoza yonginasidan o'tib ketganiga guvoh bo'lmoqdamiz. Top Jamshidda va ko'ramizmi, u aldab o'ta oladimi? Da do'stlar, aldab o'tganini ko'rdik va udar yo'q, afsus. Afsus do'stlar. Afsus qanday berilgan zarba, qanday berilgan pasni esa Ahror esa noto'g'ri ko'targan holda qo'llar bilan o'ynamoqda qadrli futbolchi qizlari. Juda ajoyib o'yinni guvohiga aylanmoqdamiz do'stlar. Hozir esa 2-1 hisobida 3-1 hisobida Kalelin jamoasi g'alaba qozonmoqda va birinchi taym do'stlar 15-daqiqa ortda qolganiga guvoh bo'lmoqdamiz. Hozir esa ularga Sardor ham kelganini guvohi bo'lmoqdamiz. Qarshi gol! Qadrli do'stlar, 4-1 hisobida hozir esa o'z jamoasini oldinga olib chiqqan Jamshiddan ajoyib gol ko'rgandik do'stlar. Va 4-1 hisobida hozir esa Kalelin jamoasi oldinga o'tganiga guvohi bo'ldik va hozir esa Sardor maydonga tushganiga guvohi bo'ldik. Taniganlar taniydi. Ko'ramiz. Gol! Ajoyib do'stlar, ajoyib. Shiddatli o'yin. Husanovdan esa chiroyli, ajoyib o'yin ko'rmoqdamiz qadrli futbolchi qizlari va 4-2 hisobida hozircha Kalelin jamoasi o'tib Jamshiddan ajoyib. Yo'q, Husanov yana Sardorda to'p, Ahrorda to'p. Afsus, to'p maydonni tark etganiga guvohi bo'ldik. To'p yana kirgizildi. Tezkorlik bilan afsus esa u yerda Rabbimjon esa o'z pozitsiyasini tark etmagan holda to'pni maydonga chiqarishga majbur qildi va Ahrorda to'p ko'ramiz do'stlar. Xavfli hujum! Gol! Ajoyib do'stlar! Juda ajoyib. Ko'rdingizki, Sardor kelgandan juda ajoyib o'yin ko'rsatganiga guvohi bo'lmoqdamiz qadrli futbolchi qizlari. 4-3 hisobida esa Kalelin jamoasi oldinga borganiga guvohi bo'ldik. Ajoyib pas do'stlar. Shahab Vayns tushganiga guvohi bo'lmoqdamiz do'stlar. 4-3 hisobida hozir esa afsus do'stlar, qarang. Rabbimjon esa sariq, ya'ni sudyaga gap qaytargani uchun sudyalar tomonidan ogohlantirish, ya'ni sariq kartochka bilan ko'rsatildi va Rizamatdan ajoyib pas, lekin bunaqasini bilmadik. Xurshid To'ra, Sardor yana Shahavayinsni ko'ryapsiz, juda ilg'or bolalardan do'stlar, juda ajoyib. Yo'q do'stlar, to'p esa maydonni tark etganiga juda chiroyli o'yin ko'rmoqdamiz. To'p Rizamatda tepilgan to'p, afsus. To'p esa hozircha maydonni tark etdi qadrli futbolchi qizlari. Ko'ryapmiz, juda ajoyib o'yinning guvohiga aylanmoqdamiz. Hozir esa ko'k futbolkada Kalelin jamoasi to'p surmoqda va sariq nakitkada esa Shahavayins komandasi to'p surmoqda. To'p bilan Fedya to'pni oshirdi. Rabbimda to'p. Ajoyib. Rizamatdan ajoyib. Qaytarib qolmoqda qarshi hujumni do'stlar. Ko'ryapmiz, juda ajoyib. Fedyada to'p. Afsus do'stlar. Siz guvohi bo'lgandek, juda ajoyib o'yinni ko'rsatmoqda. Hozirda ikki komandaning ham himoyabonlari. To'p bilan Fedya. Oy, ajoyib. Ko'rdingizmi, qanday chiroyli fint edi, lekin uni payqab qolgan. Voy! Gol! Do'stlar, Shahavayins o'z jamoasini esa hozir 4-4 hisobiga olib kelganiga guvohi bo'lmoqdamiz do'stlar. 4-4 juda ajoyib o'yin ko'rsatdi Shahavayins va Sardor kelgandan keyin esa ular podключение bo'lib o'z jamoasini qutqarmoqda hozircha birinchi taymda va durang hisobiga olib kelganiga guvoh bo'lmoqdamiz. Jamshiddan ajoyib pas, lekin o'tmadi. Shahavayins yana to'p bilan, Sardor to'p bilan ketmoqda. Qani temadimi? Gol! Afsus do'stlar, ajoyib tepilgan to'p esa hozircha Fedya tomonidan juda ajoyib qo'riqlandi. Rizamatda to'p tepildi. Afsus, to'p outni
tark etganini ko'rmoqdamiz do'stlar. To'p outda, yana to'pni o'yinga kirgizib beryapti Rizomat. Hozir esa 4-4 hisobida juda ajoyib o'yin ko'ryapmiz. Rizomatdan pas. Ko'ramiz Shahavaynz. Yo'q, afsus. Himoyabonlar. Da do'stlar, qadrli futbol ishqibozlari, hozir siz bilan biz Shahavaynz va Kalin jamoasini o'yinni kuzatib bordik va bu yerda siz durang, ya'ni 4-4 hisobida durang o'ynaganiga guvohi bo'ldik. Da qadrli do'stlar, siz bilan biz esa Sanjar Abdurahmonov bo'ldi va ikkinchi taymni ko'ramiz. Ko'rishguncha salomat bo'ling.